Mana katta mashinaga keldim usta bola. Havo isib ketibdi-ku, ha? Ustavam, jenshenchani ichida yurakni yaqda qilib oling. Rahmat. Usta bola, mumkinmi 1 minut? Vaqtlar yo'q. Qo'sh, maqsadga o'tishlar, nima qilish kerak, nima ish qilish kerak? Shkaturka qilish kerak. Katta obyektim bor dedim-ku hozir. Biz endi jo'ra mayda ishchilar qilmaymiz. Bilasanmi? Biz katta ishlar bilan mashhur biz. Mana bunaqa katta bizlarning ichiga Abdelka olganmiz. Bilasan-ku? Usta, bitta yurakni yaqda qilaring. Endi jenshini reklamasida faqat kerak ekan narsa. Puli nollik-ku. Agar ishing bo'lsa, keyingi yil sentyabrlarga ochlat yozdirib qo'y. Qolgan $500 berasan muxbirlarga. Tushundingmi? Bu usta bolalar rosa ko'tarib ketdi-da. Bo'lardi ishlatib bo'lmaydi. Qara aqrinolar bilan yuribdi, ha. Bunaqa mayda ish olmanglar bundan keyin, aymi? Usta, bu jenshenni ichib yana bir yurakni yaqda qiling. Endi menimcha jenshin ko'tar bu jenshiningni.